Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan elektrotexnika va elektronika asoslari fanidan iste'molchilar ketma-ket ulangan o'zgarmas tok zanjirlarini multisim dasturida ko'rib chiqamiz. Demak, bizga kerak bo'ladigan jihozlar: o'zgarmas tok manbai, yerlashtirgich va rezistorlar kerak bo'ladi. Demak, kerakli jihozlarni oldik, endi elektr zanjirimizni tuzib chiqamiz. Elektr zanjirini tuzib oldik. Endi o'lchov ishlarini multimetrda olib boramiz. Demak, elektr zanjiridagi umumiy kuchlanish birinchi multimetrda tekshiriladi. Birinchi rezistorimizga tushayotgan kuchlanishni o'lchaymiz. Ikkinchi rezistorga tushayotgan kuchlanish o'lchanadi. Va uchinchi rezistorimizga tushayotgan kuchlanishni o'lchab olamiz. Demak, iste'molchilar ketma-ket ulangan elektr zanjiriga Kirchhoffning ikkinchi qonunini qo'llasak bo'ladi. Ya'ni elektr zanjiridagi elektr yurituvchi kuchlarning yig'indisi har bir iste'molchiga tushayotgan kuchlanishlar pasayishining yig'indisiga teng deyiladi. Demak, zanjirimizdagi umumiy kuchlanish 12 volt, har bir rezistorimizga 4 voltdan kuchlanish tushyapti. Demak, har bir rezistorga tushayotgan kuchlanishlarni qo'shib chiqsak, zanjirdagi umumiy kuchlanish, ya'ni 12 voltni beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.